Srochniy sotuvga chiqqan 2 xonali kvartirani video obzor qilgani kelganmiz. Joylashgan joyini tushuntiradigan bo'lsam, Yunusobod 8-kvartal bu tarafimizda desangiz ham joylashgan. Domimizning ko'rinishi va 235-maktab uni yonida. 10-qavat, 11-qavatli dom, yangi remont, qolganini kadr ortidan ko'rsatib tushuntirib ketaman. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 50 kvadrat metr umumiy maydonga ega, xonalari alohida, sanuzelimizda совмещенный holda. Xo'sh, podyezddan kirib keladigan eshigimiz bu yerda joylashgan. Bu tarafimizda zal. Ko'rib turganinglardek mebel texnikalar bilan birga sotilyapti. Yangi remont, mebel texnika hamma narsalari qo'yilgan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan, propiskasi нулевой, оформлениyaga tayyor holda turibdi. Sanuzelimiz. Uni yonida kuxnya xonamizning ko'rinishi, o'tirib ovqatlanadigan joyimiz, kuxonniy zonani birinchi qismi va kuxonniy zonani ikkinchi qismi. Joy tor bo'lgani uchun ikkiga bo'lib qo'yishgan. Bu yerda xolodilniklar qo'yilgan. Prixожий garderob va uni to'g'risida spalnya xonasi. Spalnyamizning ko'rinishi. Xonadonimiz shu holatida mebel va texnikalar bilan birga sotilyapti. Qilingan remontiga обязательно o'zingizlar kommentariyda baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa, rahmat.